Turkiston Avenue loyihamizni 3-qavatida biz, ya'ni terrasasida biz yuringlar birgalashib nima ishlar bajarilib turganini ko'rib chiqamiz. To'xtang. Ko'cha tomonda video oxirida ko'rsatamiz. Ko'rib turganlaringdek, podez qismimiz fonni kafil qilinyapti, ya'ni bitish jarayonida va har bitta xonadonda eshiklari ham qo'yilgan. Hurmatli mijozlarimiz, eshikni ko'rishlari mumkin. High-tech usulda ichkarisi MDF va qalin eshigimiz og'ir eshiklardan 3 tadan zamogi bor va tashqarisi hozir aytganimdek high-tech usulda juda ham chiroyli. Hali devorlariga yana qoplamalar, dekorativ qoplamalar bersak, podez ancha chiroyli bo'ladi. Bu tomonda lift o'rnatilish jarayoni ketyapti. Ko'rishlari mumkin. Zinalarimiz hammasi mramordan qilinadi. Ko'rishlari mumkin, bu tarafda mramorlarimiz kelgan. Ana endi tashqi fasadni ko'rgani pastga tushamiz. Mana fasad qismiga ham chiqib oldik. Ko'rib turganlaringdek, magazinlarimizga oynalar o'rnatish jarayonida. Bu qismi trotuarga ajratilgan va ushbu joylarga brushatka qo'yish ishlari olib borilmoqda. Bu tarafida yashil hudud va bu tarafida ham yashil hudud bo'ladi xolasi. Va siz Turkiston Avenue loyihamizni A blogini ko'rishingiz ham mumkin. Ko'rib turganlaringdek, ishlarimiz reja bo'yicha ketmoqda. Agar sizlarga Turkiston Avenue, ya'ni shu loyihamizdan xonadon kerak bo'lsa, bemalol sotuv ofisiga tashrif buyuring. Hammaga rahmat.